Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim, shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Shuni yaxshi kunda ko'rishib turmamizdan xursandmiz. Taklifimiz sababchisi Nur Muhammad. Bugungi tavallud ayimizni bilan shukronagingiz bilan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Har doim shunday hurmat, e'tiborda yurib, 100 yoshlardan ham o'tib o'tirish nasib etsin. Shu anasini yashidan ham o'tib o'tirsanglar ham. Xursandmisiz? Kim nomidan keldik? Kim yo'radi bizani taxmin eting, sizni xursand etish maqsadida. Aka. Akangiz nomidan tashrif buyurdik. O'zlari uzoqda bo'lsa-da, sizni yaxshiligingizda xursand etish sharaf bizlarga murojaat tilashimani. O'g'lim umri uzoq bo'lsin, yaxshi ko'raman. Ilohim vaqtimizda hamisha sog'-salomat bo'lsin. Mana suyanchig'im, pahlovonim deb shuni yaxshi tilaklar bildirdilar. Siz yaxshi ko'rayotganlar. Sizlar katta yigit bo'lib, shu akangizni, opangizini, anangizni umri har safarlarga ko'rib, shularni xursand etib o'tirish nasib etsin ilohim. Bundan-da yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hamisha yaxshi kuningizda shu akangiz, opangiz yoningizda tursin. Sizni suygan tog'ingiz, davlatingiz, shu onajoningiz nomidan alohida tabriklaymiz. Siz yaxshi kuningizda harakat etib, o'rtalarni tashlab, shu yaqinlar bilan birgalikda shu o'tiramiz, jo'ralarga keladi-da, ko'p harakat etibdilar. Rahim sarkatli yigit bo'lib, shuni ro'zatib, hamisha surprizlarni bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsa yana bir bor. Yana 2-3 akangiz ham kelib, davrani bundan-da katta olib, orzu maqsadlarni yetib inshaalloh qilishni nasib etsin. Xursandmisiz? Rahmat aytasizmi akangiz? Rahmat aka. Yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsa yana bir bor. Ilohim har doim shu akangiz suyangan tog'ni pahlavoni bo'ling. Tabriklaymiz, chiroyli konsert bo'lsin, shu hayotingiz shu quruq tekshirim bo'lsin. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshılang asla. Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Nur Muhammad, bugungi tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Chiroyli qarsaklar bo'lsin do'stlar. Avvalroqda siz yaxshi kuningizda tashrif buyurmoq, anangiz tilakdan yaxshi tilaklarni mehnatiga yetganing marhamat. Assalomu alaykum. Shu Nur Muhammad bolam umri uzoq bo'lsin. Katta rahmat, ilohim to'ylarni ko'rib o'tirish nasib etsin. Sizning duolaringiz arkasidan barchasini hamma halolga tashrif buyurgan marhamat. Muhammad bolamni tabriklayman. Yani ömür uzoq bo'lsin, aqlli bola bo'lsin, o'qishlari kelsin, ilohim otasini, akasini baxtini hamisha sog' bo'lsin. Rahmat qilasiz, sizlarga yaxshi kunlarda turib shunday tilaklar bildirishni nasib etsin. Tabriklayman Jora. Shunda Muhammad Jora 100 yoshlarga kirib yaxshi bo'ldi, sizni tabriklayman. Tabriklayman Muhammad. Uzoq bo'lsin.
Katta rahmat. Shu barcha yaxshi niyalar Nur Muhammad uchun xursandmisiz? Chiroyli kartaklar bo'lsin do'stlarimdan. Ilohim shu yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Katta yigit bo'lib shu elimizda yurtimizda kerakli bir yetuk inson bo'lsin. Shu akasi opasini suyangan tog'li ishonchi bo'lsin. Aqlli o'qishli bo'lib o'qishlariga kelganda shu anasi so'rab o'tirsin. Shu meni aqtim shu bizlar farzandimizda. Bundan yana bir bor. Navbat bo'yin kulga baram, sizlarni xushxonadan hamisha yaxshi kun ekan, to'yga tashrif buyurish nasib etsin. Hayır, qolganlarimiz bilan birgalikda do'stlarim taklif etamiz, marhamat. Göz gel beni